Instagramda hali g'alatiroq, mundayroq, yengilroq, omiqda bolalar, shirin bolalar paydo bo'lib qolyapti-yu. Tug'ilayotganda xarakteri qanaqa bo'lsin degan payt random degan knopka bosilib ketib qolgan bolalar. Ashlarni ko'rib, to'g'risi men ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Meni yarim o'lik holatga tushirib katta qilishgani uchun. To'g'ri endi bir yo'li katta bo'lib, haligi bir labo testosteron bo'lib bo'lmagan bo'lsa ham ko'rgan odam salom doniga uka uzuraman deydigan darajada katta bo'lib ketmagan bo'lsa ham, monolar singari chista abort reklamasi bo'lib katta bo'lgandan yaxshida. Akamga ham rahmat aytmoqchiman. Yoshligimda libo men bilan bo'y teng odam bilan urushtiravergani uchun sal mujiyroq bo'lib katta bo'ldi yashin orqasidan. Oshnalarimga ham rahmat aytmoqchiman. Hatto haligi bir pachka nos uchun 2 kamas g'isht tashib bergan oshnamga ham rahmat aytaman. O'zi nosni faqat uch ekar edi. Oqibatliroq bo'laylik deb turib yordamlashar edik. Meni murojaatim mashinlar yo'q, sizlarga qarayapsizlar, it otarlarga aloqaga chiqsam, uka bizni haqorat qilmaymiz, faqat it otamiz deyapti. Mana shunaqalarni bo'yniga bir 800 million kredit olinglar, ko'chaga chiqib ishlashsin, uzaman deb sal mujiyroq bo'lishadi. Bitta Dyson podarka qiladigan podpischidan ko'ra qo'yiq negativ yozadigan podpischining obro'si baland men uchun.